Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi muhtaram vatandoshlar, hammalarga Allohning salomi, rahmati bo'lsin. Fidoyilarga xush keldinglar. Bugun diqqatingizga Hidoyat yo'lida nomli programmaning ikkinchi sonini sunamiz. E'londa necha kunning oldida berilganidek, kunimizga qadar Qur'ondan nazar programmasi, Qur'ondan nazar nomli programmaninki taqdimkori Ustoz Abdulkarim Zoir efendininki mush hidoyat yo'lida boshdan kechirganlari, bu yo'lga qanday qadam bosganligi, boshdan nimalarni kechirganligi aloqador mazmunlarni xalqimiz bilan bir o'rtoqlashish niyatida bu programmaga taklif qildik. Yoqtirib ko'rishinglarni, do'stlarga tavsiya qilib qo'yishinglarni umid qilamiz. Albatta, hozirga qadar kunimizda bizning xalqimizningki nima deyildi emas, kim dedi degan masalaga bakrak qiziqadigan bo'lganlar uchun bugungi programmaga alohida diqqat berdi deb umid qilamiz, o'ylaymiz. Ekranimizda Kerim Zoir ustoz. Assalomu alaykum ustoz, xush keldilar. Va alaykum assalom. Qanday ahvollar, Hijmatullah? Hammaga Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi bizni, Allohga shukr. Bundan turibdik. Oldin qattiq biroz aldirashib ketdik. Sizlarni safarda o'qib qoldilar. Shuning bilan mayapti biroz yana qarasak kechikib ketdi ekan. Kechiktiraveramaydi, yaxshi xayrli ishlarni deb boshladigan bo'ldik. Endi sizlar bilan 2 yilga yaqin suhbat ilib bordik, ammo shaxsiyatlarimizga aloqador. Ya'ni asli tema bo'lgan Qur'on manbalik din tushunchasining sirtida ba'zi siyosiy temalarda fikrlashish bo'ldi, ammo boshqa masalalarda pek chunqurlash bo'lmaganligi uchun menga yangi bir bet yasalindi. Shu qatorda shu xalqimizning borasida birlikda bilan sizni bir chunqurdan tushunishili deb o'ylaymiz. Marhamat, o'zlari kim bo'ladilar? Shu yerdan boshlaydi. Marhamat. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida hurmatli qarindoshlar, hammalarniki har vaqt xayrli bo'lsin. Bugungi programma hozir Ahmadjon degandek, biz nima uchun shu Qur'on manbalik islom deganga, yana yoki Qur'onni asos qilgan bir islomga keldik yoki bo'lmaydi. Qur'onni manba qilgan holatdagi islomni izlanib topdik. Maqsad nima deganga o'xshash nurg'unlagan narsa bor buning ichida. Oldi bilan o'zimni bir nima qilay, o'zim Kerim Zoir, men Shayar noyasiniki Yangmali yezisidan 68-yili 1-oyning 15 tug'ilgan, hozir men 57 yoshga kirdim. Shu 57 yosh jarayonida hukumat maktabida 10 yil o'qidim. Ondan keyin hukumat maktabi bitishdan burun 2 yil, 3 yildek burun shu diniy maktabni birlashtirib o'qib yurib, yana din nimaniki arab grammatikasi, mana shu vaqtda arab tili grammatikasi, arab tilidagi asoslarini tarjim qilish va kaza ishlarni o'rganishga boshlagan bo'ldim. Ondan keyin o'qish bitgandan keyin 84-yili 10-oyniki 2-sila yana shu Xitoy hukumatniki bayrami bo'lib ertasi kuchaga berib shu yerda Kerem Damollam deb bijaq turadigan shu kishiniki madrasaga kelgan bo'ldim. Endi hukumat maktabida nihoyat yaxshi o'qigandim men. Chunki shu hukumat maktabida o'qiyotgan vaqtda 2-yildan boshlab, ya'ni 2-sinfga kirgandan boshlab toki 9-sinfga kelishlik o'rganish vaqtligi o'tgan. Nihoyat yaxshi o'qigandim. Uydagilar asosiyatdan hukumat maktabiga bo'lgan qiziqarligi bek yaxshi bo'lmadi. Shuning bilan meni shu diniy sohada o'qishga biroz nima qilgan bo'ldi, targ'ib qilgan bo'ldi. Keyin o'zim shu diniy sohada o'qishga kirishib ketdim. Keyin o'zi shu kuchada 1,5 yildak o'qigandan keyin bu nima keldi? Shinxoga keldim, To'qsu deydi uni. To'qsuga kelib u yerda Abdurahim Damullam, Abdurahim Mahsum,
e, İsmail Damollam, Ez Damollam degan olimlardan ta'lim olgan bo'ldim. Ulardan shu tafsir, hadis, shu Sahih Buxoriy, Sahih Muslim deymiz. Şuna fiqh aş kitaplarını o'qigan bo'ldim. Ondan keyin arab adabiyoti, arab grammatikalarını puxtlagan bo'ldim. Keyin 87 yilning oxirida, yana 8 ayniki o'ttirlarda qog'liq keldi. Qog'liqda shu 9 oy dars boshlaydi-ki, shuni ulgurib borayli deb qog'liq keldim. 3-4 aloqaning bilan. 90-yilgachilik asosan shu qog'liqda o'qigan bo'ldim. Bu jarayonda shu ovoz qaytib o'tadi, Ahmadjon. Bana qaytib kelganda shu bir ovozchi. Boshqa normalsizlik yo'q. Ha. Ben tekshirib boqaysiz, nima qilasizlar? Shuning bilan hozir to'xtadi ovoz. Nima dedim, ovoz qaytib o'tdi debdi, 5 to'g'ri qarindishimiz. Hozir ovoz to'xtadi. Shu jarayonda asosan bu arab grammatikaları, mantiq yana hozirgi u biznikida bizning tilimiz bo'yicha aytgan vaqtida logika deymiz, hamda shu logika qatorliq narsalarning o'zini bir qism o'zi falsafaga doir kitoblarni o'qigan bo'ldik. Shundan o'qishni putlagan bo'ldik hamda asosan tafsirdimmi xaljiq tafsir o'qigan bo'ldik. Bu yerda bu jarayonda Qur'onda nurg'unlagan atalg'ularni yoki va'dalarni ko'rgan bo'ldik. U va'dalarning ichida dinga amal qilsa yoki islom dinini qabul qilsa u odamlar najot topadiganligi haqida nurg'unlagan Qur'onda shunday oyatlar bor. Hadislarda nurg'unlagan yerda shunday hadislar bor. Shuning bilan bu nerbiri 8 yillik hayotimda bundaq hadis, bundaq o'zi Qur'ondagi oyatlarni nurg'uyani ko'rib oxirsida shu jarayonda hamda shu orliqda olimlarimizdan, ustozlarimizdan, misol Abdurahim O'tkir ustozimiz shu iz degan bir romanni yozgan bo'ldi. Shuning o'zini ko'rdim. Uning o'zi o romanni o'qigan bo'ldik. Keyin O'yg'ongan zemin degan romanlari chiqdi. Keyin Tangritog' burkutlar deydigan shu loyihalarga doir nurg'unlagan kitoblar chiqdi. Keyin Shinjang tarixiy materiallar degan Hoji Yaqubniki 30 qismga yaqin shundaq bir nemisi kitoblar chiqdi. Shu kitobniki 17 qismida Sharqiy Turkiston bo'libmi, Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatiniki rahbarlik sistemalarini bayon qilgan shundaq o'zi yerlar bor endi. Uni degan Zurdun Sabirniki Ana yurt degan kitoblari chiqqan bo'ldi. Eng o'zi buniki ichida tarixchi olim aramizdan hamda Uyg'urlarning orasida aytib qaysar bir odam ekan, shu Turg'un Almasniki Uyg'urlar degan kitobi chiqdi endi. Uyg'urlar degan kitob shu 10-asrning boshlarigachilik Uyg'urlarniki voqealigini bayon qilgan, masalan, Qarxonlarniki, g'arbiy Qarxonlar yiqilgan qadar, yani 1212-yilga qadar bayon yozilgan kitob ekan. Men shungachilik Uyg'urlarniki qurgan davlatining o'zini bir zikr qilgan yoki bayon qilgan bir kitob ko'rmagandim-da. Shu kitoblarda u Uyg'urlarning davlatlarining o'zini ko'rgan bo'ldik, tarixda nurg'unlagan davlat quribdi. Undan keyingi vaqtda Saydiya xonligi degan doir kitoblarni o'qigan bo'ldik. Ular orasida shu nimalar Xo'jalar tazkirasi deymiz, ish qilib shunga o'xshash nurg'unlagan kitobni o'qigan bo'ldik. Va Qur'onda nurg'unlagan o'zi darslarni o'qigan bo'ldik. Shu orliqda bir bilan o'zi selishtirib ko'rgan vaqtimizda
e, tarixda nurg'unlagan davlatni qurgan, shundoq o'zi esil madaniyatlarni barpo qilgan, o'zi qonun chiqarib, o'zining ishini o'zi o'ngshab manayotgan bir Uyg'ur xalqi keyingi zamonlarda bu holatga tushib qolishiga nima sabab bo'lganlikqa hech aql yetmaydigan darajada shundoq bir narsa paydo bo'ldi. Keyin shu 90-yili o'qishni bitirib 4-oyning 5-ida, 90-yil 4-oyning 5-ida barni voqeasi yuz bergandan keyin bir 3-4 oy ichida meni tutib ketgan bo'ldi. 1 yil turmada yotgan bo'ldim. Ovoz yana chiqib ketdi ya. Qaytib ketdi. Yo'q, men tekshirib baktım, naq maydonga takrorlangan ahvol yo'q. Ana yana ovoz qaytyotdi deb yozibdi nima? Abdulaziz. Endi yana to'xtadi. Yana yig'ib aytgan vaqtida shu 90-yil o'qishni bitirib Shayoq qaytgandan keyin Shayoqda hamda nurg'unlagan shu jarayonda misol Turg'un Almas niki shu Abdurahim O'tkirniki, Zurdun Sabirniki nurg'unlagan kitoblari, ashuna ustozlarniki nurg'un kitoblarini o'qib ko'rgandan keyin tariximizda biroz bir savodimiz bo'lgan bo'ldi, oz bo'lsa-mu. Hamda o Shayo degan Tarimga yaqin bir yer, shu Tarimdan o'tinni to'shiydigan shu 90 oylariga endi o'tin to'shiydigan o'tinchilar jiqnim qildi. Bizniki cho'ng yo'lning qirida bir yerimiz bor. Shu yerda o'ltirib qaraytdim-da, nima qilsam har kun bir soat o'tirsam 20-30 yoki 40-50 harvo, eshik harvosi olsun, at harvosi olsun, traktor olsun, o'tin to'shiydigan hammasi Uyg'urlar to'shiydi. Xitoylar nochi bir o'tinni elib, kumini qalab, o'zi ashar qishincha uning huzurini ko'rdi. Shu narsa esim kelib, shuni bu nima uchun bu biz musulmon turib, ya'ni islom diniga e'tiqod qilgan turib, Qur'oni Karimga ishongan turib, Alloh taoloniki o'zi nurg'unlagan amr farmonlarini bo'libmi biz an'anaviy dinda بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا degan shu prinsip asosan dinni o'rgangan bo'lg'ashqa dinniki asosi shu 5 narsa. Bu 5 narsani qilgan odam nijot topadi degan o'zi dunyo va oxirat nijot topadi degan shunday narsalarni jiq o'rgangan bo'lg'ashqa biz shu 5 narsani qilayotgan tursak hajjiga berib kelamagan bo'lsak, majid zaten inistata ilayhi sabila degan kelim borki oxirsida bizniki qudratimiz hozir uning yetmaydi, imkonimiz yo'q, ammo imkonimiz bor, shu ishlarni hammasini namozni o'qiyotimiz, ro'zani tutyapmiz. Allohning bor birlikka ishinyapmiz. Ya'ni nima uchun biz o'zi shu nimaning o'zini shu nijotga erisholmaymiz degan masala ustida bir fikir yurgizgan bo'ldim. O to'g'riliq nurg'unlagan odamlar fikir yurgizdi bizni vatanda zaten shu vaqtida. Shuning bilan bu tarixni aqtolsak, bu din, ya'ni islom dinini qabul qilgandan keyingi